Hammaga salom, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Shukrullo Ibrohim sizlar bilan. Kelinglar, men sizlarga bugun bitta foydali narsa qilishni o'rgatay. Qaranglar, bu mani o'zimni yangi saytim, yangi dizaynni noldan qilib chiqdim. Prям noldan. Qanaqa qilib mana shunaqa qilganimni men sizlarga hozir boshidan noldan ko'rsatib beraman. Xuddi shunaqa примерно shunaqa saytni noldan qilishni men sizlarga ko'rsatib beraman. Bu yerda men bir dona ham kod yozmadim va yozmayman ham. Hozir keyingi nima deyam, yozmayman keyingisida ham. Menda nima bor edi? Menda rezyume bor edi. Menda ideya bor edi, qanaqa qilsa bo'ladi примерно. O'shani o'zi bilan men qilib yubordim. Hozir sizlarga ham xuddi shunaqa qilib ko'rsatib beraman. Kelinglar, birinchi nimadan boshladim. Sizlarga nima kerak bo'ladi? Kursor yoki anti-gravity вообще farqi yo'q. Keyin sizlarga nima kerak bo'ladi? Bepul akkauntingiz yetmasligi mumkin. Pulli qilib olsanglar, желательно pulli qilib olsanglar. Atak bepuli ham yetsa kerak. Menda pulli, просто bepulni ishlatib ko'rmaganman, o'shaning uchun atak bepul, oldin bepul ishlatganimda ham ancha-muncha ish qilsa bo'lardi. O'shaning uchun kursor yoki anti-gravity o'shani o'zi bilan qilib tashlasa bo'ladi. No, men hozir pulli versiyasida qilib ko'rsataman. Bepul versiyada ham qilsanglar bo'ladi. Tak, ketdik. Buni yasash uchun nimalar kerak? Qarang, uncha razdeli ham unaqa ko'p emas, lekin dizayn juda ham chiroyli, приятный va mana effektlar, kursor effektlari hamma narsani ajoyib qilib qo'yishgan. Lekin men hali bundan ham ko'ra o'zgartirmoqchiman. Bundan boshqa ideyalarim ham bor. Shuning uchun hali buni internetga joylamay turibman. Tak, endi men sizlarga shunaqa narsa tayyorlashni hozir ko'rsataman. Men primer bitta rezyume olib qo'yganman. Primer rezyume. First last degan ism bosh, короче, Ibrohim Shukrullo deb tasavvur qiladigan bo'lsa, Ibrohim Shukrullo. Xuddi o'shani rezyumesi, tipa primer rezyume bu ingliz tilida. Xuddi mana shuni men hozir veb-sayt darajasiga keltiraman. Chunki menda ham xuddi shunaqa, bundan boshqa narsa ham yo'q edi menda ham rezyume и ideya. Va kursor bor edi menda. Mana kursorda mana ko'rishinglar mumkin. Men qanaqa qilib qilganimni men bitta mana boshida birinchi boshlaganim mana ssilkani berganman, Ibrohim rezyume deb berganman. Ko'rasizlar, rezyumeni berganman, bo'ldi. Mana shunaqa qilib beringlar bo'ldi deganman. Ketdik. Ko'rasizlar, plan qilib, planni bitta bajarib, oxiri mana shu darajaga olib kelganman. Bu yerda zapuskasi qilib qo'yganman. Hozir mana bitta kursor ichida ko'rishimiz mumkin. Composer 5 bo'lib qolibdi. O'zi kattaroq modellar bilan qotgandim. Xullas, mana shunaqa qilib boshlaydigan bo'lsak, birinchi fayl deymizda open folder. Men testoviy o'zimga papka ochib olganman. Documents ichida Ege AI expert bo'lib qolibdi. Mana shuni ochib olganman. Bo'ldi, mana kursorda mana yangi papkani ochganimizda ichida hech nima yo'q. Mana bitta chap o'ng tarafda tepada mana toggle primary sidebar degan narsa bor. Bitta bossang, mana bu yerda ochiladi. Papkaning ichida nima borligi hozir ko'rasizlar. Bitta rasmdan boshqa hech nima yo'q. Va mana bitta agentga prompt yozadigan qismi bor. Всё. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Hamma narsa pusto, hech nima yozilmagan. Men mana shu o'zida yozib bunga qildirib boraman va kursorni eski oknosini yopib tashlayman desam, o'zi yopilib qolgan ekan. Mana shu o'zida men tushuntirib ishlab chiqaman. Men odatda ikkita model bilan ishlayman. Bittasi Codex High, 5.3 Codex High, ikkinchisi Gemini 3.1 Pro. Bular front uchun, ya'ni dizayn uchun menga ko'proq yoqadi, chunki bilmayman, ishlatib ko'rganman, ko'proq chiroyliroq rezultat beradi. Sonnet Opuslar bu juda ham kuchli, juda ham aqlli modellar. Bularga уже jiddiyroq topshiriqlar beraman va bularning narxi qimmatroq. Bularga ko'proq to'layman, o'shaning uchun har doim ham ishlatmayman bularni. O'shaning uchun men hozir Codex High ga qo'yib olamanda. Просто aytaman, qaranglar, topshiriq qanaqa beraman. Mana shu papkaning ichida bitta rasm bor deyman. O'sha rasmni ochib qaraganda yaxshilab tushunib ol. Menga personal portfolio uchun, mana o'sha o'zimning shaxsiy veb stranitsam uchun menga veb-sayt idealniy, современный, hozirgi zamonga mos, juda ham chiroyli, yorqin dizaynlar bilan qanaqadir men Samsungning saytini dizaynimi deb ko'rsataman. Shunaqa dizaynlar bilan chiroyli ideal landing page, ya'ni bir sahifali menga veb-sayt yaratib ber deyman. Bo'ldi, boshqa narsa demayman. Ketdik. Tak, men qaranglar, odatda ikkita etapda qilib olaman men. Birinchi etap men bitta ChatGPTning ichida plan tuzib olaman. Planga nima qilaman? Men buni kopiya qilib olaman rasmni.
rasmni bu yerga qo'yaman. Rasmmi PDFmi farqi yo'q. Rezyumelar qanaqa formatda bo'lsa, shunaqa formatga keltira olasiz, va hech farqi yo'q. Look deyman. Endi ham uchta nima bo'lmaydi. Look and learn my resume deyman. I want to create a landing page deyman. Perfect landing page for my portfolio purpose deyman. Modern like Samsung design, animatings and dynamic, mobile friendly. Xullas qaranglar, men nima deyapman? Men shaxsiy brendim, shaxsiy portfolioim uchun shu rezyumedan foydalanib veb-sayt yaratishim kerak deyapman. U zamonaviy bo'lsin. Masalan, Samsungning saytiga o'xshagan animatsiyalari, effektlari bo'lsin deyapman va mobilnida ham, telefonda ham yaxshi ko'rinadigan bo'lsin deyapman. Bu noto'g'ri yozayotgan bo'lishi mumkin, ba'zi joylarda e'tibor qiling. Men nima uchun ingliz tilida yozyapman? Ingliz tilida chunki bittada tushunadi bu. Bittada tushunib, menga chiroyli qilib yozib beradi. Sizlar xohlasanglar o'zbekchada yozib, uni inglizchaga tarjima qilib olib bersanglar ham bo'ladi yoki o'zbekchada aytsanglar ham bo'ladi. O'zbekchada просто ba'zi bir so'zlarni bu tushunishi qiyin bo'lishi mumkin, prям logически tushunishi qiyin bo'lishi mumkin. Chunki перевод qilib tushunadi. Скорее всего, перевод qilib tushunadi. Shuning uchun tushunishga qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ingliz tilida yozib tushuntiraman. Bu birinchi qadamimiz, bizning birinchi qadamimiz bu. Shunaqa qilib veb-sayt yaratib ber deyman. I need perfect system prompt for coding agent. Menga system prompt kerak deyman. O'sha kod yozadigan agentimga system prompt kerak deyman. Bu yog'ini yozaman-da. Give me perfect prompt for to get perfect landing website. Так, bu yerda yozaman mobile friendly, clear, bold fonts, colors, voy, nima edi, yorqin ranglar qanaqa bo'ladi endi? Так, yellow, black, red, green. To есть sariq, yashil, ko'k ranglar ishlatgin dedim. Yorqin ranglar ishlatgin dedim. Interest colors. Все, menimcha bo'ldi. Yana rezyumeni har bitta blokiga diqqat bilan qarab, har bitta bloki uchun chiroyli qilib yasa deyman. For every block of resume, create perfect blocks with images if needed and design correct and modern design with dynamic effects. Cursor design also add deyman. Все, короче, for able purpose. Короче, menga system promptni idealniy qilib system prompt ber dedim, rasmni tashladim. Endi bu olish kerak-da. O'shanda ham yaxshilab o'rganib chiqib, menga ideal veb-sayt uchun menga planni berish kerak. Ko'rasizlar, уже bu GPT-502 ni o'zi menga chiroyli qilib plan yozib beryapti. Men bu planni olaman-da. Hozir qaranglar, men bu planni olaman va ikkinchi planni tuzaman. Buni ustida men yana plan tuzaman. Men GPTning bergan planiga to'liq ishonib qolmayman-da. O'zi bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmayman, lekin men har doim shunaqa qilganimda yaxshiroq planni olaman. Chunki GPTning o'zini fantaziyasi bilan yozadi. Bu yoqda coding model, Codex bu ham OpenAI modeli, no kod yozish uchun. U o'ziga moslaydi va natijada men
ideal planni olaman. If you want degan joylarini olib tashlayman. Tak, mana bitta boshini ham olib tashlayman. Modern dynamic. Tak, boshini olib tashlayman. Bo'ldi. 5 kodeks high и plan degan joyini qoldiraman, bosaman. Endi bu kursor o'ziga moslab plan tuzib, punktlarini, to-do'larini, to-do listlarini yozib oladi. Undan oldin menda ba'zi bir savollarni beryapti bu. Men bu yerda javob berib borishim kerak unga. E'tibor qilasizlar, pastda mana shunaqa savollar chiqishi mumkin va ba'zi narsalarga ruxsat so'rashi mumkin. Next system and pure JS framework. Tak, men birinchi ana Next.js'larni ishlat deyman. So file in workspace, how should I handle resume content? Tak. Resume content before you implement. Search again my resume different location. Men aytdim, men bitta deb. Tak, buni kopiya qilaman deb, men qo'yishga harakat qilaman. In this folder png image. It's my resume. Rezumeni ko'rmadim dedi, rezumeni beraman dedim. Tak, все bo'ldi. Ikkalovini ham oldi. Tak, endi hozir bu meni rezumemni topib olish kerak. Ha, все bo'ldi. Rezumemni ham topib oldi. Endi shu bo'yicha bu plan tuzishni boshlaydi. Plan tuzadida o'ziga o'zini zadachalarini, topshiriqlarini spesifik qilib oladi o'zi uchun. Mana shu nimani tayyorlaydida, endi bo'ldi, men hammasini tayyorladim, endi bosaveraymi deydi. Tak, Gemini 3.1 Pro bilan qilsammi degan narsani aytyapti. Men Gemini 3.1 Pro ham kuchli model, Codex ham kuchli model. Ikkalovini qaysi birini xohlasanglar o'shani ishlataversanglar bo'ladi. Men Codex bilan yoki kelinglar yoki Gemini 3.1 Pro bilan ishlatib ko'ramiz. Gemini 3.1 Pro ni qo'yib olaman va men bu yerda tekshirib olaman buni planini. Plan hammasi yaxshi tuzib chiqdimi? Okey. Hammasini tuzib chiqqan, vроде yaxshi. Men bitta ko'rsanglar, bu nimani ham chizib beryapti. Ko'rasizlarmi? Tak, 3.1 Pro, 3.1 Pro va build qilib olaman bu. Gemini 3.1 Pro ham bu juda ham kuchli, koding uchun ham. Yaqinda обновленияsi chiqdi Gemini 3.1 Pro ni ham va aynan front dizaynlar uchun juda ham idealni chiqdi deb aytishdi. O'shaning uchun men hozir shuni ishlatib ko'rmoqchiman. Bu уже mana to-do listda уже birinchisini boshladi. 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta o'ziga to-do yozib olgan, ko'rganmisizlar plan. O'sha plan bo'yicha bu sekin ketaveradi endi. Bu ishini oxiriga yetkazib turguncha biza Samsung sayti o'zi qanaqa edi qarab olishimiz mumkin. Bu bizga chiroyli zamonaviy dizayn qilib berish kerak. Zamonaviy dizayn qilib berish kerak. Apple desam bo'lar ekan-a. Bu juda unaqa chiroyli emas ekan menimcha sayt. Ular ham harakat qilishgan, nimadirlar qilishgan. Normal. Apple'nikini ko'raylikchi. Bu уже hammasida har xil. Bitta produktni ichiga kirsak, dizayn ochiladi bunda. Kelinglar, birortasini ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizda уже bu yerda endi bular dizayn bari boshqacha. Yurgizsangiz effektli ketaveradi. Display desangiz, display, size. Qani. Juda ham ajoyib chiroyli qilishgan bular. Scroll qilsangiz ana qarang. Ajoyib. Biza Samsung so'radi, endi bu bizga Samsung dizaynda qilib beradi. Tak, mana va уже mendan ruxsat so'rayapti. O'shaning uchun har doim shu yerda bo'lib turib qarab turganimiz ham yaxshi. Chap tarafga keyin e'tibor bersanglar, mana bu taraf fayllar tarafga e'tibor bersanglar, bizda ko'p fayllar paydo bo'ldi уже mana bu yerda. Даже bizning tizimizni ham o'chirib tashladim deyman. Source ayo даже olib tashlabdimi deyman. Da, точно. Bizning tizimizni ham men ko'rmayapman. Yo'q, olib tashlabdi.
kerak emas deb o'ylaganda otib yuborgan. Bizani rezyumeni ham. Xullas, ko'ryapsizlar, bitta rezyumeni o'zi bilan qilyapti bu. Boshqa deyarli hech nima qo'shilmagan. Rezyumeni o'zidan o'zi chotki kod yozish planini tuzib oldida, o'sha plan bo'yicha ketyapti. И даже project structure, ya'ni loyihasini o'zini strukturasi qayerda qanaqa fayl yasaladi, nima qayerda joylashadi. Xullas, hammasini joylashtirib qo'yibdi. Biza bunga faqat gap bilan gapirib nima qilish etib adminka ham yaratib olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa adminkasi bor ham bitta proyekt qilib qo'yganman men. Uni ham ko'rsak bo'ladi. Faqat u menimcha bu yerda emas. U menimcha hozir ishga tushirilmagan. Uni ham ishga tushirib qo'yish mumkin. No, mayli, uni keyinroq ishga tushirib ko'rsataman. Hozircha mana localhost 3000 da bizning loyihamiz ishga tushishi kerak, lekin bu hali to do'ni endi 3-qismiga keldi. Yana 3ta qismi qoldi. 3ta qismi qoldi. Mana o'zi nimadirlar o'rnatib, ishlatib ketyapti o'zi. Ishlarni davom ettiryapti bu. Mana oxirgisi qoldi, oxirgisini bajaryapti. Endi mana kursorni ko'radigan bo'lsak, bu kursor AI, bu kompyuterga o'rnatiladigan dastur. Mana downloadga bossanglar, macOS uchun ham, Windows uchun ham, Linux uchun ham, xullas hammasi uchun bu mavjud. O'rnatganinglardan keyin ochganingizda srazu boya ko'rganimizdek mana bitta pustoy oyna ochiladi, bo'm-bo'sh oyna. O'sha yerda agentga yetib, bu yoqda просто papkani ochib olishimiz kerak, qanaqadir papkani. Pustoy folder ochib olib, pustoy papka ochib olib, o'shaning ichida ishlasanglar bo'ladi. Qanaqadir oddiy bu o'zi istalgan tezani, masalan, birinchi o'zingiz yozsanglar, hozir menimcha ko'pchilik o'zi yozmayapti tezani ham. Tezani ham GPT bir balolarga yozdirib olib kelib, buni birinchi mana bitta modini planga qo'yib, plan qilib bo'lgandan keyin build qilsanglar, bu juda ham ajoyib, kuchli, zo'r natija bo'ladi. Keyin mana bitta new agent deb agent qo'shib olsa ham bo'ladi bunga. Masalan, bitta agentni dizayner agent qilasiz. U faqat dizayn bo'yicha ishlaydi, ko'radi, modern qiladi dizaynni. Yana bitta agent yasasangiz, test deysiz, test qil deysiz. Shunaqa qilib tester qilib ishlatasiz, xullas. Shunaqa qilib ishlatishingiz mumkin. Mana bu bizada mana npm run dev qilasanda, keyin mana buni ochasan deyapti. Hozir biz buni ochsa hech nima ochilmaydi, chunki biz run qilmaganmiz. Agar run qilish ham sizlarga qiyin bo'lsa, masalan, o'zingizlar tushunmasanglar, run et deb o'ziga aytsanglar, o'zi zapuskать ham qilib, ishga ham tushiradi o'zi. O'zi ishga tushiradi, mana localhostda o'zingizlarning kompyuteringizda ishga tushadi. Mana o'zi zapuskать qilib va natijani o'zi mana shu o'zida ko'rsatadi hozir. Xatoliklar bo'lsa, srazu ko'ramiz. Hozir xatoliklar bilan ham qanaqa ishlashni ko'rsataman. Odatda xatoliklar ham bo'ladi. Bu bittada ideal natija bermaydi bu. No, har doim ham bermaydi bittada ideal natija. Shuning uchun hozir mana bu yerda natijani ko'ramiz. Buni olib tashlaymiz. Mana. Juda ham uzoq yuklayapti, nima uchundir ham. O'zi qoidasi bo'yicha bunaqa uzoq bo'lishi kerak emas. Opa, ana ishlamay qoldi. Xatolik berdi. Endi biz bu xatolikni shundoqqina screenshot qilamizda, o'ziga tashlaymizda. Fix it deymiz. Then before tell me that is ready, first test it. Then tell me that. Buni to'g'riladim xatolikni va keyingi safar menga loyiha tayyor bo'ldi, ishladi deyishdan oldin o'zim bitta test qilib ko'r deb aytdim. O'zi odatda test uchun alohida agent, frontni dizayn tekshirish uchun alohida agent qilib qo'ysa, qoidasi bo'yicha chiroyli bo'ladi. Hozir menda hammasiga sarflashga vaqt unaqa ko'p bo'lmagani uchun men maksimum qisqa chiroyli, ajoyib natija qilib berishga harakat qilaman. O'zi ko'rasizlar, o'zi qanaqa ideal natija chiqib kelyapti o'zi. Bu hali ham o'zi bu zapuskatsiya qilib bo'ldi menimcha bu. Endi biz mana bu yerda to'liq katta ekranda ko'rsak bo'ladi. Missing error components refreshing.
Bu haliyam nimadirlar qilyapti ekan. Bu yoqda biz yana bitta aylantirib ko'ramiz. Endi bizga qani tak, men bu yerda ham bitta update qilib ko'raman. Bu yana nimadirlar qilyapti ekan. Хорошо. Xatoliklarni tekshiryapti. O'zi tekshirib ko'rib, hammasi okey bo'lsa, keyin bizga natijani ko'rsatdi. O'shaning uchun bu hozir ishlatib ko'rib, xatolik bo'lsa ko'rib, to'g'rilab, yana qayta ishlatyapti. Bu Red Bullni reklamasi emas. Uxlab qolman просто. 11:30 soat kechasi, tushunishingiz uchun. Ishdan kelib, men bir foydaliroq narsa qilay dedim. Qarasanglar, menda API key rate limit exceed dedi. Endi men buni boshqa modelga o'zgartirishim kerak. Men odatda codex highga o'zgartiramanda. Keyin buni davom et deyman. Все. Continue without reverting deyman. Voy, bu ham tugatyaptimi? Gemini 3 Pro bilan tekshirib ko'raman. Gemini 3 Proda odatda ishlab ketish kerak. Chunki Geminini bitta modelini limiti tugasa, ikkinchi modelini qo'yib ishlatsangiz bo'ladi odatda. Ko'rasizlar, даже pullida ham limit tugab qoladi agar sizlar ideal modellarni ishlatsanglar. Даже pulli versiyada ham limitingiz tugab qolishi mumkin. OpenAIni tekshiraman men. Balansimda pul bor yo'qligini. Menimcha, cho'ta Atlas qanaqadir g'alati ishlayotganga o'xshatdi menga. Lekin Apple shu narsani juda ham aqlli qilgan. Touch IDni o'zi bilan Apple accountingizga kirib keta olasiz. Juda ham ajoyib qilgan shu narsani. Login with Apple boru. Sizlar Google bilan login qilish uchun bosib ichkaridan kirib parol bir balolardan o'tib kelasiz. Apple'da просто passkey deydi. Touch ID bilan o'tib kelasiz. Tak, balansni ko'raylik. Balansda pul bor. $9, $9.50 bu ancha narsaga, ancha vaqtga yetadi. O'shaning uchun lekin kursor o'zining limitlari bor ekan. O'shaning uchun mana you have used 100% of your included API usage. API'ni ishlatadigan limitingni hammasi to'ldi deyapti. Tak, hammasini qilib qo'ydim, hammasi okey deyapti. Вроде hamma narsa cho'tka deyapti va 3001-portda zapuskatsiya qildim deyapti. 3000 emas, 3001 portda deyapti. 3001-port tekshirib ko'ramiz va bizda уже first last. Mana shu so'zni o'zgartirsak, first lastni men buni o'zim o'zgartira olaman. Layoutni ichiga kirib, qayerda first last deb yozilgan, o'shani topaman. Demak, layoutda emas u. Scroll progress. Headerni topib olishim kerak. Headerni ichida bo'lsa kerak, скорее всего. Headerda ham yo'q ekan. Just layout ichidan ekan. Create next app. Pages, global, app font, component layout, header. Cho'ta bu yerda ham ko'rmadim. Hero project skill sections about hero project skills about. Ko'rasizlar, mana kodning ichida adashib qoldim o'zim. Page'damikin yoki page'da bo'lmasligi kerak-ku. First view'da emas, layoutda ham emas. Bor ekan, mana. First last.
Tak, bu odatda bittada saqlash kerak edi, bittada saqlamabdi. Tak, endi bu yoqdan boshqatdan yana bu bitta qaytadan запускать qilish kerak bo'ladi. Tak, menimcha men o'zgartirdim deb o'ylayman. O'zgartirdim. Layoutni o'zgartirdim. Bu yerdachi, bu yerda natija yo'lyapti. Bu yerda ham topilmaydi. Aboutda ham topilmasa kerak. Всё. Так, bu nima deyapti? Так. Rerun deyman. Boshqatdan yana bitta запускать qil deyman. Bu o'zgarishlarni saqlab olgan bo'lishi kerak o'ziga. O'zgarishlarni saqlab olgan bo'lishi kerak. Yana qaytadan ishga tushir deyman. Qaytadan ishga tushirganda уже yana to'g'ri ism familiyalar bilan ochish kerak. Ana rezyumeda, berilgan rezyumeda first last turibdi, chunki ism familiyaga first name last name deb birinchi ism va familiyani qo'yishgandi bular. O'zi buni kutmasdan ham men o'zim ishlatsam ham bo'ladi, lekin просто sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. O'ziga ettirib, o'zini запускать qildirsanglar ham bo'ladi degan ma'noda. Bitta biz ko'rishimiz ham mumkin. Mana bitta nima запускать qilgan, nima ishlatyapti. Biror joyda xatolik bo'lgan bo'lsa xatoligi. Xullas o'zi yana boshqatdan ishga tushiryapti. O'zi ishga tushirsa, keyin mana bitta natija yana ko'rinadi. Voy, endi 3000-da ishga tushiryapti. 3000dami? Qaysi birida ishga tushirdim? 3000 bandda, 3001da tushiryapti boya. O'zi to'g'rilab, o'zi tekshiryapti xullas. 3002da ochdi endi. Jinni bu. Xullas mana shu yerda ochilishi kerak. Mana agar ishini qilib bo'lgan bo'lsa, still occupied, it started on. Qilib bo'ldim dedi. Endi mana shu yerda ochilishi kerak. Tak, hozir ko'ramiz endi qanaqa dizayn bilan qanaqa ochilishini hozir ko'ramiz. Ochil. Hoppa. Hali ham o'zgarmabdi. Xullas, etib o'zgartirib olamiz. Agar o'zgarmasa, o'ziga aytamiz, o'zgarib ketadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana kursor effekt ham dahshatli qilib qo'ygan. Scroll qilib ketaversanglar, mana bu animatsiyalar, ustida hover effektlar. Scroll qilsanglar qanaqa ajoyib qilib ko'rsatganini ko'rishingiz mumkin. Ko'rasizlar? Biz bu yerdagi har bitta narsani mana buni qaranglar, даже ishlaydigan qilib qo'ygan hammasi. Ko'rasizlar? Hammasini ishlaydigan qilib qo'ygan. Biz bu yerdagi har bitta narsani adminkadan qo'shiladigan qilib qo'yishimiz mumkin. Buni o'ziga 4 ta 5 ta prompt bilan yana admin panel yasatib olsak bo'ladi, tasavvur qilasizlar. Bloklarning animatsiyalarini qaranglar, qanaqa ideal qilib tashlagan. Start deployment. Biz portfolioga vashi ajoyib. Bittada ko'rasizlar, hech qanaqa ortiqcha kuch sarflanmaydi. Bittada mana shunaqa ideal natijali yasab olsa bo'ladi bemalol. AI System Architect, NLP Engineer. Mana bular даже o'zgarib turibdi mana. Mana bular o'zgarib turibdi даже. Qaraysiz. Ko'rasizlar? Ism familiyani o'zgartirib olib, bemalol mana shunaqa ideal narsalar yasab olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa bizani o'zimizni yasaganimiz ham bor. Bu lekin kursda yasalgan. Bu уже landing page emas, bu уже полный internet magazin. To'liq ishlaydigan internet magazin. И даже bizani mana bitta agentimiz ham bor. Tak, xullas shu bilan mana shu videoda nimadir qanaqadir foydali narsalar oldinglar deb o'ylayman.
kursorni olib o'rnatib olishingiz kerak o'zingizga. Bitta papkani ichiga qanaqadir agar o'zinglar uchun qotgan bo'lsanglar, o'zinglar rezyumelarni solib qo'ysanglar bo'ladi va birinchi navbatda ChatGPT yoki Gemini bilan kuchli modeli bilan plan tuzib olasizlar. U planni olasizlar, planda aytasizlar, zamonaviy bo'lsin, yorqin rangli ishlatilsin, animatsiyalar bo'lsin, dinamik harakatlar bo'lsin, chiroyli yarki ko'ringan fontlar bo'lsin, ya'ni shriftlar bo'lsin. Va har bitta rezyumemdagi blokni chiroyli qilib, alohida chiroyli bloklarda yoritib ber animatsiyalar bilan. Mobilniyda ham, telefonda ham chiroyli ko'rinsin. Mana shunaqa nimalarni har birini etaplarini tushuntirib aytasizlar o'sha rezyumeni berasizlar. Bo'ldi. Birinchi ChatGPT sizlarga ideal plan tayyorlab beradi. O'shani planni olib, kursorga berib, kursorni ichida ham mana bitta mana agent plan degan joy bor. Planga bosib yaxshi model tanlab, yaxshiroq model. Agar sizda bepul versiya bo'lsa, sizlar avtoga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Avtoda bepul versiyada ancha-muncha ishlar qilib yuborsa bo'ladi. Bu modellardan ko'ra sal aqlsizroq modellarni ishlatish mumkin yoki kuchli modellarni qiynalsa ishlatadi. U avtomatik modellarni o'zgartirib ketaveradi avto. O'shaning uchun bepul versiyada ancha-muncha ish qilib tashlasa bo'ladi. Xullas tartibini tushundinglar mana shunaqa qoida bilan bu yerda plan qilib olasizlarda. Bu keyin plan qilganinglarda bu o'ziga o'zi to do yasaydi. O'ziga o'zi to do list yasaydi. Tasklari uchun list yasaydi, ro'yxat. O'shani bitta-bitta bajarib kelaveradi. Xatoliklar bilan qanaqa ishlashni ko'rdinglar, skrinshot qilasizlar, o'ziga berasizlar. Skrinshot qilasizlar, o'ziga berasiz. Eng oson ishlash yo'li mana shu xatoliklar bilan. Biror narsani ishga tushir, o'rnat degan narsalarni aytsa ham o'ziga qildirasizlar. Ba'zi narsalarni so'raganda okey, хорошо, hello, ruxsat beraman deb bosib turasizlar. Lekin o'sha bosib turishingizdan oldin qarab o'qib olasizlar, nima qilmoqchi u, tushunib olishga harakat qilasizlar, shunaqa qilib bosib ketaverasizlar. Eng tez, eng chiroyli, eng ideal natijani olish uchun mana shu men aytib o'tgan aniq qadamlardan o'tishingiz kerak va hammasini qilishingiz kerak. Video foydali deb o'ylayman. Foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yoqsa laykchalarni bosib, podpiskalarni bosib tashlayverasizlar. Sog' bo'linglar. Qanaqadir savollar yoki o'zingizda qanaqadir qiziqish, nimadir paydo bo'lsa, menga aloqaga chiqishingiz mumkin. Boshqa videolarimni tagida adashmasam qoldirganman. Telegram ssilkamni ham bemalol yozib, bog'lanib, qo'ldan kelgancha men yordam kelib, поддержка qilib boraman va bundan tashqari kurslar ham bor. Kurslar haqida ham nimadir o'rganaman. Mana noldan bu etapga kelish va buni internetga domenga qo'yib ishlatib yuborish, agent qilish shunaqa narsalar dal shu yoqda kursda bo'ladi. Ochiq ham qo'yib borishga harakat qilaman maksimum vaqtim yetganicha. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.